Cuidado com as costas! Ave Maria, doido! Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan har doimgidek Policy Bagman. Bugungi yangi videomizda sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatdan xursandman. Bugungi videomiz sizga qiziqarli va foydali bo'ladi degan umiddaman. Videomiz boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'yishni unutmaysizlar degan umiddaman. Videomizda prevyusi va nomidan bilgan bo'lsangiz kerak. Bugungi videomizda TikTok va Instagramda trendda yurgan lifehack va bug videolarini sinab ko'ramiz va sizlarga yana qiziqarli bo'lish uchun Buildropdan qani 1000 balans bilan qancha balansga ko'taramiz. Bugun Buildropda open case qilib ko'ramiz. Ha, aytgancha, siz shunchaki videomizni tomosha qilib 100 yutib olishingiz mumkin. Qanaqa qilib desanglar, kanalga obuna bo'lasizlar, shu videoga like bosasizlar va kommentariyada kirib любой so'z yozib, orqasiga IDlarni qo'shib qo'ysanglar, kimni kommenti eng ko'p like yig'sa, keyingi videoda 60-100 tashlab beramiz. Faqatgina iltimos, ko'p like yig'ish uchun har xil narsalar yozib qo'yilmaydi. Shunchaki omad yoki u bu narsa deb orqasiga IDlarni qo'shib qo'ysanglar bo'ldi. Keyingi videoda eng ko'p like yig'sa kommentariylar 60-100 tashlab beramiz. Videomizni ko'p cho'zib o'tirmasdan, qani endi bug videolarga o'tamiz. Qani ketdik. Bugungi videomizdagi birinchi lifehack videomizga o'tadigan bo'lsak, katta eventda shunaqa joy bor, soatni tepasi. Mana bunaqa uchadigan xanjarmi, qilichmi, nimadir bilan mana shu soatni tepasiga chiqib olsa bo'lar ekan. Ko'rishinglar mumkin, hozir nimadirlar qildi qilich bilan va mana shu soatni tepasida shunaqa joy bor. Shu joyga chiqib olsanglar, sizlarni hech kim ko'rmaydi. Xo'sh, mana bolalar, lifehack videoni olish uchun katta eventga kelib olganmiz. Faqat mana bu o'rtasidagi soat ochilar ekan, uning ichiga odam kirib olsa bo'lar ekan. Hozir bitta odam kirib olgan, mana ko'rishinglar mumkin. Xo'sh, birinchi urinishimiz pastga tushib ketdik. Hech narsa qila olmadik, tepaga turib qola olmadik. Tak, hozir yana ko'tarilishni boshlaymiz. Mana shu yerdan orqaga bitta sakrab, keyin cho'zib yorsak, voy chiqmadi anaqasi. Mana shu yerdan qani otib ko'ramiz va mana buni bosamiz. Va yana tushib ketdik, yana bitta bossak. Taqvo mana shu yerga ilinib qoldi. Pastda nima bor ekan? Nimadirga ilinib qoldi. Hozir to'g'ridagiga yana bitta otsak, o'sha bilan chiqib ketsak bo'ladi lekin. Xo'sh, pastda hech nima yo'q lekin. Qani ketdik, bitta sinib ko'ramiz yana. Bitta sakraymiz va bosamiz. Qani? Mana shu yerda turish kerak. Va mana videodagidek xuddi shundan chiqamiz yana. Endi bitta sakrab mana buni bosishimiz kerak. Bosamiz va yana bosamiz. Bo'ldi. Chiqib oldik. Ko'rdinglarmi bolalar? Birinchi lifehack video bizada o'xshadi. Sizlar ham sinab ko'ringlar, fashi bomba ekan. Ko'rdinglar, birinchi lifehack videomiz bizada o'xshadi. Sizlar ham sinab ko'ringlar, sizlarda ham o'xshadimi yo'qmi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi esa biz keyingi videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Xo'sh, mana bolalar, Buildrop saytiga kirib oldik. Bizning balansimizga 1600 Bullcoin bor ekan. Xo'sh, promo kod kerak bo'lsa kimgadir bolalar, shunday promo kod kirgisiz joyiga kirib, Policy'ni o'zini yozsanglar, mana promo kod kelib chiqadi. Men hozir promo kod ishlatganman, menga nimagadir chiqmayapti. Xo'sh, bizda 1600 balans bor. Qani ko'ramiz 1600 Bullcoinni qanchaga olib chiqamiz, ko'rasizlar. Xo'sh, men sizlarga tavsiya beraman bolalar ochishni, lekin juda ham katta risk qilmanglar. Primerdan 20 ming, 30 ming tashab ochib ko'ringlar. Uncha ko'p tashab ochib ko'rmanglar. Men maslahat bermayman. Men hozir prosta bunda ham qani bug yoki lifehacklari bormi sinab ko'raman. Hozir ko'ramiz 1600 dan qani necha ming balansgacha ko'taramiz. Xo'sh, bizga hozir 1600 shunday turibdi. Kesadan bitta-bitta ochib ko'ramiz. Promo kod orqali bonus olmoqchi bo'lsanglar, aytganimdek, katta hammasi Policy deb yozsanglar bo'ldi. Sizlarga 20% promo kod beriladi. Shuni ishlatsanglar bo'ladi. 139 tak 136 ga ochgandik, 102, 438 yaxshi. Va yana bitta bosib ko'ramiz. Tak, открыть быстро, пропустить bilan ochamiz. 42 berdim, necha berdi? O'tkazib yubordim, yana bitta bosamiz. 162, yaxshi 30%, 33 yo'q yedirdi. Xo'sh, boshqa kesgan bitta o'tib ko'ramizmi bolalar? Pastroqqa tushamiz. Yana qanaqa keslar bor yangi kelgan. Tak mana shu mashinalarni ochib ko'ramiz. Yangi kelgan mashinalar, Shelby'mi, qanaqadir mashina. Tak ikkitali ochib ko'ramiz. Xo'sh, nima berdi? 259 yaxshi. Oh, yedirdi. Tak yana ochamiz. 34 yana yedirdi. Yana ochamiz. 166 yaxshi.
29 yo'q, yana minus. 141 ozgina plus. 32 yomon yedik lekin bunisida. 73 bunda ham yedik. Xo'sh, 154 ozgina plusdamiz. Xo'sh. Hozircha 2000 ga ko'tarilganmiz yo'qdash. Voy, telefonda open case qilsanglar bolalar sal qotar ekan, men telefonim. Buni ko'ramiz, hozir qancha tushdi? 969 yaxshi. 400 plus. Yana bitta ochib ko'ramiz. Xo'sh. Oho, yaxshi, 2 ta mifik, 3 ta mifik. Qancha berdi? 843. Uncha ko'p razницasi yo'q ekan. Yana bitta 10 talik. Aha, kiyimlar. Yana bitta mifik berdi. 1000. Balansimiz 2000 dan oshdi. Xo'sh, endi yana nima qilamiz? Yana bitta 10 talik ochib ko'ramiz. Qani nima beradi? Xo'sh, legendarkalar. Qani qancha? 543 yo'q. Bunga ozgina minusga kirdik. Yana bitta 10 talik ochamiz bolalar. Xo'sh. Bitta mifik berdi, yana bitta mifik berdi, yana bitta mifik. 470 yo'q, 100 minus. Xo'sh, 490. Yana bistri. 626. Yaxshi, 2600 bo'pti balansimiz. Ketdi, yana bitta ochaylik, keyin boshqa kesga o'tamiz bolalar. Xo'sh, yana bitta 10 talik. Bunda nima berar ekan? 244 yo'q, bunda yana yedirdi. Hozir bola Yakuzani kesiga o'tib oldik. Ko'ramiz. 500 balans, 5 talik ochib ko'ramiz, nima tushadi. Hozirda balansimizda 200 yedirdi. Balansimizda 2000 dan oshiq 422, 2000 dan oshiq bulcoin bor. 287 yana yedirdi. 1100 yaxshi. 1300. 2700 balansimiz bo'pti. 527. 226. Tak, 2 tali ochib ko'ramiz endi. 191, 117, 495. 2200 ga tushdi balansimiz. Xo'sh, yana boshqa keslarga o'tib ko'ramiz. Pastroqga tushamiz. Qanaqa keslar bor ekan bolalar bu yerda? Xo'sh, pastroqga tushamiz yana. Juda ham ko'p keslar bor bolalar. Xohlaganinglarni kirib ochsanglar bo'ladi. Tak, mana shunga oho yetmas ekan bizdan nimamiz. Lekin vashshi bomba ekan kes. 20% chegirma kerak bo'lsa bolalar, shunday policy promokod kirgizasizlar va 20% chegirma olasizlar. Tashlayotgan pulingizga. Tak, mana shunga bitta ochib ko'raylik. Xo'sh, bittalikdan qani? Voy. Mifik tushdi, normalni bersa kerak endi. Qani 59 yo'q, vashshi yedirdi. Tak, yana ochamiz. Xo'sh, mana shu kiyim. 10,000 yaxshi, normalni. Bitta propustit qani? Voy, bosilmadi shekilli. Yana bitta bosib ko'ramiz. 81, voy, yomon yedirdi. Yana bitta. Tak, 5 tali 1200 qani bosaveramiz. Voy, 2200. Normalni. Chotga berdi bizga hozir. Balansimiz ham ancha ko'tarilib qoldi. Va yana 5 tali 424. Voy, yomon yedik lekin bunisiga. Tak, bitta 5 tali 5 propus hozir qani nima chot. Ultimate mifiklar normalni. Voy, 880. Minusdamiz 440. 1500. Voy, normalni. 2800 balansimiz. 391 yana yedirdi. Tak, 1400 yaxshi, normalni. Yana bitta 723 yana yedik. Xo'sh, 1600 yaxshi, 400 plus. Yana bitta ochib ko'ramiz. 2200 normalni. Xo'sh, yana bitta propust. 1700 yaxshi. 1500 yaxshi. Bolalar propust bilan ochsanglar normalni berar ekan. Xo'sh, 7000 voy. 10000 bo'ldi balansimiz bolalar. 10000. Tasavvur qilyapsizlarmi? Buni hozir chiqarmaymiz. Buni olib qolamiz. Kommentariyada yozib qoldiringlar. PUBG ga tashab
qaysi keysga open keys qilaylik? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Men aytganimdek bolalar, kimga promokod kerak bo'lsa, promokod joyiga kirasizlar va policy deb yozasizlar. Men ishlatib qo'ydim, bilmayman, men bildirib uncha tushunmasdim. Mana ko'rishingiz mumkin, ishlatilgan deyapti o'sha. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi videomizda qaysi PUBG'dagi qaysi keysda open keys qilamiz. Hozir ko'rdinglar, 1600 balansdan 10.000 ga chiqardik. Va shu bomba bo'ldi. Endi esa bug videolarga o'tamiz. Qani ketdik. Ikkinchi layihali videomizga o'tadigan bo'lsak, xuddi mana shunaqa xanjarni qilich orqali butun bir okean ustidan men bu energiyasi tugab qolmasdan xuddi shunaqa bitta bosib, bitta sakrashni bosib, bitta uchishni bosib, bitta sakrashni bosib, shunday o'tib olsanglar bo'ladi. Qani ketdik, sinab ko'ramiz. Mana bolalar, PUBG'ni okeanni oldiga kelib olganmiz. Daraxtga bitta sakraymiz va pastga bitta trosni tortishni bosasizlar va yaqin bormasdan tepaga sakrashni bosasizlar. Mana shunaqa qilib ketaversanglar, ko'rishingiz mumkin. Bizda hozircha o'xshayapti. Qani polni o'tib keta olamizmi shu yerdan? Xo'sh, yana bosamiz va yana bosib, xuddi shunday. Hozir yarmiga kelib qoldik. Ozgina qoldi. Ko'ramiz, o'tib ketamizmi, yo'qmi? Yana sakraymiz va yana bitta. Voy, ozgina qoldi, lekin tushib ketardim. Yana va yana. Aha, ozgina qoldi. Xo'sh. Yana va shu oxirgisi bo'lsa kerak. Bitta tortamiz va sakraymiz. Yo, bunisi oxirgisi ekan. Bitta sakrab va yerga tushib olamiz. Ko'rdinglar, ikkinchi layihali video ham bizda o'xshadi. Buni qilib ko'prikda odam bo'lsa, shunday qilib sinab ko'rsanglar bo'ladi. Endi keyingi videomizga o'tamiz. Bolalar, esinglarda bo'lsa 3 kun avval video qo'ygan edik. Kattakon rahmat, 1000 ta like yig'ib berdinglar, 1000 ta like so'ragan edim. Xo'sh, kommentdagi g'olibni aniqlasak 21 ta like yig'ibdilar. Men ID bering deb yozib qo'ydim. ID tashlasalar Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman, 100 tashlab berganimni. Xo'sh, endi bitta narsani aytaman bolalar, Telegram kanalimiz bizda o'zgardi. Negaki, oldingi Telegram kanalimiz eski profilda qolib ketdi. Profilimiz o'chib, udalit bo'lib ketdi. Afsuski qaytara olmadik. Bunda konkurs boshlaganmiz. 3 ta erpili, 2 dona kanalga obuna bo'lasizlar va 3 ta erpidan bittasini yutib olasizlar. Oldingi kanalimiz xuddi shu. Afsuski bu kanalimizni qaytarib ola olmadik. Endi sizlar bilan bu kanalni yuritamiz. Kanal silkasini kommentariyada yozib qoldiraman. Kirib bemalol qatnashinglar. Hammaga omad. 3-bug videomizga o'tadigan bo'lsak, poyezd ustiga chiqib olib, mana shu yerga kelib, ko'rishingiz mumkin, zinani ko'rsatyapti. Shunaqa tros bilan zinani xuddi shu joyiga kelganiga, tros bilan otsanglar, xo'sh, mana ko'rishingiz mumkin, trosni bitta bossanglar va qo'yib bersanglar, mana shunday event pastga tushib olar ekan. Nimagaligini bilmadim, bu videoni olishimdan oldin 2-3 marta sinab ko'rdim, o'xshamadi. Xo'sh, hozir poyezd yuradi. Bu 3-marta yoki 4-marta sinashimiz. Xo'sh, qani bitta sinab ko'ramiz. Shu oxirgisi o'xshadimi, yo'qmi? Nimagadir men umuman o'xshata olmadim bolalar. Agar sizlar qilib o'xshatgan bo'lsanglar, shunday kommentariyada yozib, Telegramdan tashlab qo'ysanglar, mana shunday, mana shunaqa bo'lib ketyapti bolalar. Qanaqa qilib qildi u? Men umuman qila olmayapman. Agar sizlar qilib o'xshatgan bo'lsanglar, Telegram kanalidan tashlab bersanglar, juda ham xursand bo'lar edim. Endi esa sekingina o'yindan chiqamiz. Qani ketdik. Mana bola, ko'rdinglar, bugungi videomizda 3 ta lifehack va bug videolar sinab ko'rdik. Ko'rdinglar, qaysi biri o'xshadi, qaysi biri o'xshamadi, qaysi biri sizlarga foydali bo'ldi, hammasini bugungi videomizdan ko'rib oldinglar. Lekin men ko'nglim unchalik to'lmadi sizlarga qilib bergan buglarimdan. Lekin buldiroq va shi omadli keldi bizga. 1600 balansdan 10.000 balansga chiqardik. Tasavvur qilasizlar bola. Endi o'shani 100 sini PUBG'da qaysi keysga ochaylik, X kostyummi yoki mashinaga ochganimiz yaxshimi? Shuni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Bugungi videomiz sizga ozgina yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Kommentariyada ID-larni yozib qo'ysanglar, kommentariylar eng ko'p like yig'sa 60 yutib olasizlar. Videomizni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Policy Bagman bo'ldi. Bye bye.